Endi nima qilasan, yaramas. Iflos, maras. Nega tuhmat qilding? Qanday hadding sig'di, haromi? Vijdonsiz. Qanday hadding sig'di? O'ldiraman seni, iflos. O'g'lim, shoshma. Unday qilma. Alini go'rga tiqdingiz. Meni o'limga hukm qildingiz. Endi kelib shu mal'unning yonini olasizmi, Qozi afandi? O'g'lim, biz bu mal'unni o'ldirsak, undan nima farqimiz qoladi? Adolatdan emas bu. O'zingni bos. Uni qo'lga oldik. Xudoga shukr. Tinchlan. Hasan, idoraga olib bor buni. Qani? Aybga buyurmang, ustoz. Kechiring meni. Qo'ysangchi. G'azab olovga o'xshaydi. Dastlab chiqqan joyini kuydiradi. So'ngra bir uchi dushmanga yo boradi, yo bormaydi. Parvardigor seni olov bilan sinadi. Xudoga shukr. Bu imtihondan o'tdik. Yura qol. Buyurtirgan kitoblaringiz yaniga hafta keladi. O'shanda kirib o'tsangiz olasiz. Rahmat. Omon bo'ling. Olasizmi? Ha. Rahmat. Keling, xizmat. Min bir kecha kitobiga ishlangan miniatyuralar kerak edi, maxsus nashr. Juda qimmat kitob. Afsuski bizda yo'q. Shunaqami? U asar 100 yil avval Louis 14-ga hadya qilingan. Hozir Parij Milliy muzeyida saqlanadi. Nazarimda buni bilsangiz kerak. Bilimingizni sinab ko'rmoqchi edim. Ma'zur tutasiz. Xo'sh, unda nega keldingiz? Olgan kitobingizning pulini to'laysizmi? Teskari o'girilib turgandingiz. Qanday ko'rdingiz? Keksaligingizga qaramay ko'zlaringiz o'tkir ekan. Aybga buyurmang. Aslida maqsadim boshqa. Muhofizni qidiryapman. O'zingizni bosing, iltimos, bu nima qiliq? Bu do'konga senga o'xshagan qancha odam kelishini bilasanmi? Men shunchaki bilaman. Muhofizni qidiryapsan. Avval menga, keyin Parvardigorga hisob berasan. Yaramas. Hamma yoqni iflos qildi.
Qozi G'iyosiddin bilan Filinta Mustafa Galata maydonida Rizoni tutishibdi. Idorada behush yotganmish. Uni allaqachon tinchitish kerak edi. Afsuski, haliyam tirik. G'azab ahmoqlarning ishi. Oqil odam haqiqatni tan oladi. Xo'sh. Hoziroq Asad poshoni top. Qayerda nima ish qilayotgan bo'lsa ham yig'ishtirsin. Unga ayt, ishni tezroq bitirsin. Tashqariga chiqinglar. Tur. Alini nega o'ldirding? Ha? Qanday qo'ling bordi? Menga qara Rizo. Senga aytyapman, maraz. Nima yomonlik qilgandik senga? Birga yedik, ichdik. Alini qanday ko'zing qiydi Rizo? Ming la'nat senga, vijdonsiz. Endi kim joningga oro kiradi, Rizo? Nozir afandi. Kishanni yeching. Bu alchoqni nega ozod qilyapsiz? Nima alchoqlik qilibdi? Menga qarshi guvohlik berdi deb alamingni olmoqchimisan? Aslida seni qamatishim kerak. Qozi afandining yuzidan o'tolmayman-da. Nozir afandi, bu mal'un Yetar. Shunchalik past ketasanmi? O'limga munosib gunohkor bo'la turib, xizmatdagi zobitga tuhmat qilyapsan. Isboting bormi? Rizoning yolg'on guvohlik berganiga? Uyining yonidan ikkita jasad topildi. Xo'sh, bunga nima deysiz? O'zini himoya qilgan. Rizo kabi vijdonli zobitlarning dushmani ko'p bo'ladi. To'g'ri. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Rizoni yana bezovta qilsang, o'lim hukmini darhol ijro ettiraman. Tushunarlimi, Mustafa? Ketishim mumkin. Mendan baribir qutula olmaysan. Unutma. Rahmat, Nozir afandi. Rizoni xonamga olib boring. Ehtiyot bo'ling, qochmasin. Ozgina ishlarim bor. Keyin sen bilan bafurja gaplashamiz. Yettinchi.
Nima? Meni topgan 7-odamsan. Bu ishni qanday uddalading? Ha, afsonaga ishonib yurgan xayolparast odamman. Tezroq gapir. Meni qanday topding? Esingiz joyidami? Meni qanday topding deyapman. Yaxshi. Aytaman. Men bir kecha ertaklarni fransuz tiliga o'girgan Antonio Galant Istanbul bozoridan olgan miniatyuralarni Louis 14-ga hadya qilgan. Soqchi, muhofiz, kalitdor va me'mor. Ha. Ular Istanbul sirlarini himoya qilishadi. Xo'sh, Soqchi 13-asrda g'oyib bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda 1204-yili uzoq safarga ketayotganda sirli ravishda o'ldirilgan. 1204-yilda. Shunday. Xullas bir oy avval bir odam menga o'sha soqchining xaritasini sotdi. Kim? Bilmayman. Xarita yonimda. Istasangiz ko'ring. Ismingizni bilmayman, janob muhofiz. Meniki Otto Petrovich. Oilam juda boy. Ulkan xususiy konlarimiz bor. Shunaqa mavzularga qiziqaman. Yomon niyatim yo'q edi, ma'zur tutasiz. Iltimos meni qo'yib yuboring. Og'zingizga siqqanini beraman. Demak, hech narsa bo'lmagandek chiqib ketaverasanmi, Otto Petrovich? Ha. Ko'pam boshimni qotirmaysan, to'g'rimi? A? Xuddi shunday. Meni o'ldirmang, iltimos. Meni o'ldirmang. O'tinaman. Bu kunni uzoq kutdim. Uni qancha qidirganimni bilasanmi? Afsuski, seni qo'yib yubora olmayman. Aslida bizga katta yordam qilding. Nachora, o'lmasang bo'lmaydi. Yer yuzida kibrlanib yurma. Chunki sen oyoqlaring bilan zinhor yerni tesha olmaysan va balandlikda tog'larga yeta olmaysan. Isro surasi. Ammo Oila asrlar mobaynida bu sirni ko'z qorachig'ida asradi. Juda takabbur odam ekansan, muhofiz. Qattiq adashding. Izlab yurgan narsamni berding. Katta rahmat. Endi joy almashamiz. bu maxfiy uchrashuvlar meni xavotirga solyapti, qozi afandi. Sizga yordam berayotganimni eshitishsa omon qo'yishmaydi. Xotirjam bo'l, Hamdi. Senga rahmat aytmoqchiman, xolos.
Rizo qayerdaligini aytdim. U yog'i sizni ishingiz. Rizoni tutdik. Afsuski, bizdan olib qo'yishdi. Endi bu bilan meni ishim yo'q. Hamdi, bir qarorga kel. Yo biz tomonda tur, yoki dushman tarafga o't. Xo'sh, bu masalada mendan yashirgan boshqa gaping yo'qmi? Shuni ayt. Bilganlarimni aytib bo'ldim, qozi afandi. Juda soz. Xarita uchun katta rahmat, muhofiz afandi. Jarohatingga kelsak, bu borada ancha mohirman. Birorta ham muhim hayotiy a'zolaringga zarar yetkazmadim. Hali ancha gaplashishimiz kerak, to'g'rimi? Kimsan o'zi? Otto Petrovich. Ammo oilam masalasida yolg'on gapirdim. Otam kartoshka furush edi. Onamni esa ko'rmaganman. Go'dakligimda o'lgan deb o'ylardim. Otam aqlli ish qilib meni harbiy maktabga berdi. U yerdan urushga jo'natishdi, keyin boshqasiga oxirgi marta Qrim urushida qatnashdim. Xo'sh, o'zing urushga borganmisan? Ko'zlaringga qarab bunday emasligini angladim. Omading bor ekan. Chin so'zim. Urush haqidagi cho'pchaklarga ishonma. Jasorat, g'urur, qahramonlik hammasi bo'lmagan gap. G'irt yolg'on. Urushda butunlay boshqa narsalarni ko'rasan. Qo'rqoqlik, xiyonat, qabohat, joni ko'ziga ko'ringan odamlar. O'sha yerda noyob iste'dodim borligini anglab yetdim. O'zimni yangidan kashf qildim. Qanaqa iste'dod deb so'ramaysanmi? Qani gapir, yo'qsa og'ritaman. Gapir, gapir. Bo'ldi, tushundim. Yetar. Qanaqa iste'dod? Qotillik. Boz ustiga umuman vijdonim qiynalmaydi. Hatto menga yoqadi bu ish. Ayol, erkak, bola, menga sira ham farqi yo'q. Urush men uchun butunlay boshqa narsa. Masalan, sen istagan paytingda g'oyib bo'lasan. Puf. Vassalom. O'zing qanday g'oyib bo'lding? Aynan shu savolni kutayotgandim. Juda oddiy. Qo'l ostimdagi askarlarni muqarrar o'limga jo'natdim. Qudratli ingliz to'plari hatto otlarni ham parchalab tashladi. U yog'i oson kechdi. Iste'dodimni zoya ketkazmay, ko'proq pul topishga harakat qildim. Pul uchun qotillik qilar ekansan-da. Faqat pul uchun emas, bundan zavq olaman. Seni kim yolladi? Ana xolos. Asta ochila boshlading. Dunyoda do'stona suhbatdan yaxshiroq yana nima bor? Ammo hozir sen emas, mening savolim muhimroq. Kalit qayerda? Meni o'ldirsang ham bu savolingga javob topolmaysan. Yo'q. Unchalik mastir. Ko'zlaringni olib qochma. Shu yerdami? Ha?
Yo'qmi? Hoy, muhofiz. Demak, bu yoqda ekan. Oyog'imda oyoq qolmadi. Lara, shoshma. Nima deysan? Na xatlarimga javob berasan, na yuzimga qaraysan. Nima bo'pti? Qilmishlaringga izoh bermaysanmi? Qanaqa izoh beraman senga? Tushunmadim. Bu nima deganing, a? Axir sen Ogohlantirib qo'yapman. Qizga tegi ko'rma. Ko'zimdan yo'qol. Xudo shifo bersin. Kecha uyimizda yurgan zobit shekilli. Nega qaylig'imni o'ryapsan? qaylig'ing? Qaylig'ing? Bilmas ekanman. Uzr. Bugun hamma ishim teskari bo'lyapti. Xayrli kun. Qaylig'ingman. Qaylig'ing. Tilingga shakar, azizam. Endi tixirlik qilma, ha? Yo'qol yaramas. Voy. Shunaqami? Unda dadangga borib ayt, oramiz butunlay ochiq. Bechorani xafa qilding. Shunga munosib ish qildi. Anvarni emas, Mustafoni. Ikki soatdan beri uni ko'rish uchun shu yerda aylanyapmiz-ku axir. Xolajon, labbay qizalog'im. Meni yomon ko'rib qoldim. Voy bu turishingda yigitni qalbiga o't yoqishing aniq. Xavotirlanma qizim. Rostdan shunaqa. Qizalog'im, otang Anvarni eshitsa, rosa jahli chiqadi. Uyga yura qol. To'polonga tayyor turaylik. Yur. Ancha qiynalaman deb o'ylagandim. Juda oson bo'ldi. Kalit uchun katta rahmat. Endi bor haqiqatni eshit. Meni kim yo'llaganini ayta olmayman, chunki o'zim ham bilmayman. Chin so'zim. Pul bersa bo'lgani, u yog'i bilan ishim yo'q. Seni qanday topganimni aytaymi? To'g'risi ancha qidirdim. Nima? Hayron bo'lyapsanmi? O'zingni shunaqa aqlli deb o'ylaysanmi? Vaholanki kimligimni umuman sezmading. Aslida o'sha maxfiy sir, buyuk xazina, Iskandariya kutubxonasidan o'g'irlangan qo'lyozma kitoblar, ilk Injildan to bugungacha saqlanib qolgan noyob vasiqalar. Nega bular haqida odamlarga aytmayapsizlar? Chunki insonlar ba'zi narsalarni eshitishga hali tayyor emas. Ha, qayerdan bilasizlar? Bu qaror bir necha asr muqaddam qabul qilingan. Shuncha vaqt odamlardan yashirib kelgansizlar. Mayda o'yinlar, arzimas sirlar, o'tmish bilan o'ralashib qolgansizlar. Bugun dunyoda nimalar bo'layotganidan xabaringiz yo'q. Masalan aytaylik, mana bu. Nitroglitserinli bomba.
Bir necha yil muqaddam shvetsariyalik kimyogar kashf qilgan. Shu kichkina narsa ulkan qudratga egaligiga ishonging kelmaydi. G'irt maraz ekansan, it. Senga yaxshilik qilyapman. Vazifangni zimmangdan soqit etib, muhofiz. Endi menga ruxsat. Hali kalitdorni ziyorat qilishim kerak. Do'lmabog'cha saroyi. Ertaga To'pqopida elchilar ishtirokida o'tkaziladigan qabul marosimiga hamma narsa tayyormi, Asad Pasho? Amringizga muvofiq To'pqopi saroyini hozirlab qo'ydik, sultonim. Yaxshi, juda soz. Hech qanday muammo chiqmasin. Bosh ustiga, sultonim. Qozi afandi, afsuski 4 kishi halok bo'lgan, 12 kishi yaralangan, ulardan 5 kishining ahvoli og'ir. Kitob do'konini kim portlatdi ekan? Hasan, nazarimda voqea joyida mana ulardan ancha. Zobitlar yig'ib olishadi, Qozi afandi. Juda soz. Hammasini to'plab yoqib yubor. Atrofda birorta ham qolmasin. Xo'p bo'ladi. Ichkariga kiraylikchi. Qayerdaligingni bilasanmi? Nega bu yerdasan? Qo'rqma. Katta zobitni nozirning xonasida o'ldirmayman. Mendan nima istaysizlar o'zi? Mustafoning qo'lidan seni kim qutqardi? Agar qo'llamasam, bir zumda yana G'iyosiddin bilan Mustafoning yoniga qaytasan. Ayblaringni tan olmoqchimisan? Yo'q. Yaxshi. Aks holda Mustafoning o'rniga sen dorga osilasan. Nima qilishimni istaysiz unda? Tirik qolishingni. Ayni paytda o'liging tirigingdan qimmatroqqa tushadi. Asad Pashoning qanoti ostiga kirasan. Va'da berganimdek amal pilla poyalaridan ko'tarilasan. Endi uyingga bor, yuvinib o'zingga kel. So'ngra Morfi balosidan qutulishing kerak. Oqilona ish qila olasan, Mirzo. Bunaqa kuchli portlash uchun bir ombor porox kerak bo'ladi. Juda qiziq. Nimasi qiziq? Poroxning na izi bor, na hidi. Portlagan porox boshqalar qayerda? Bu porox emas, ustoz. Nitroglitserin bo'lishi mumkin. Yangi va xatarli bomba.
Zolim odamlar vayronkorlik uchun yangidan yangi yo'llarni ixtiro qilishadi, Mustafo. Sizningcha bu yerda nima bo'lishi mumkin? Maxfiy joy bor edi. Afsona-yu asotirlar, sirlar. Ba'zilar haqiqatni nurdan emas, zulmatdan izlaydi. Istanbul juda ko'hna shahar. Afsonalarga, sirlarga boy. O'sha sirlarni himoyalovchi odamlar ham ko'p. Galiba son kurbanı da bulduk abi. Do'kon egasi kim? Mevzat ismli kitobfurush, oddiygina odam. Bu do'kon avloddan avlodga o'tib kelyapti. Do'konga oxirgi bo'lib kim kiribdi? Guvohlar bormi? Yo'q, hammasi vahimaga tushgan. Hech kim hech narsani eslolmayapti. Tinchlikmi ustoz? Ertaga ertalab sulton hazratlari To'pqopi saroyida elchilarni qabul qiladi. Demak, kimdir shu marosim oldidan vahima ko'tarmoqchi. Hasan, yigitlarga ayt. Yonib ketmagan kitoblarni yig'ib, idoraga olib borishsin. Aravani tayyorla. Ichki ishlar nozirini ko'rgani o'taman. Xo'p bo'ladi. Mustafo. Buni Abdulloh afandiga olib bor. Ko'raylikchi nima derkin. Xo'p bo'ladi. Pera. Qoyil. Shundan ham zo'r. Qanday tayyorlaysizlar buni? O'ziga xos sirimiz bor-da, beyim. Bu shaharda hamma narsa sirli. Mana kalitdorni ham deyarli topdim. Ziyorat navbati unga. Salom, Otto Petrocelliman. Mudir bey bilan uchrashmoqchi edim. U kishi hozir band. Mumkin bo'lsa mana bu shoshilinch xatni berib qo'ysangiz. Iltimos, juda muhim bu. Xo'p, biroz kutib turing. Keling. Ma'zur tutasiz, Taqsim bey. Bir yigit sizni ko'rmoqchi. Kim ekan? Ismi Otto Petrocelli. Uni tanimayman. Qabulga yozilib keyin kelsin. Xo'p bo'ladi. Sizga mana buni berib yubordi. Ko'rasizmi? Mudir bey,
Kim deganding? Otto Petrocelli. Chaqir kirsin. Xo'p bo'ladi, afandim. Kalitdorni qidiryapman. Buni olib kelganingga qaraganda muhofiz bo'lsang kerak. Muhofiz Otto Petrocelli, amringizga muntazirman. Haqiqiy isming boshqachami? Bu qanaqasi? Ismim Otto Petrocelli. Piemontda dadamning katta yer suvi bor edi. Juda boy edik. Italiyada boshlangan mustaqillik uchun kurashgacha. Afsuski noto'g'ri tomonga o'tib qoldik. Otam boy bergan yerlarni qaytarib olmoqchi edi. Nachora, hamma ham adashadi. Urushda qatnashganmisan, Kalitdor? Gaplaringga umuman ishonmadim. Narigidan aqlliroq ekansan. Vaziyat og'irlashdi. Toqilmaslik uchun menga berilgan qog'ozni o'qimoqchiman. Adashmaslik uchun. Ijozating bilan. Bir 1204-yilda olis safar chog'ida Istanbul sirlarini qo'riqlovchi oilalar xaritaning dushman qo'liga tushib qolmasligi uchun 4 ga bo'lishdi. Soqchi, muhofiz, kalitdor va me'mor o'rtasida. Xo'sh, davom etamiz. Yaxshi. Soqchining ulushi ritsarlarning qo'liga tushdi. Ammo muhofiz, kalitdor va me'morning xaritalari o'zlarida qoldi. To'g'rimi? Davom et. Oilalar faqat bir holatdagina kelisha olardi. Buning uchun sir ochilishi kerak. Qo'liga kalit berilgandan so'ng kalitdor gapni ko'paytirmay muhofizning aytganini so'zsiz bajarishi kerak bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Kalitdor oila vaqt kelganda muhofiz ularni bemalol topishi uchun kalitdagi ramzlardan keng foydalanishi lozim. Mana seni topdim, kalitni olib keldim. Demak, muhofiz menman. Kalitdorni boshqa kim ham topa olardi? Sendan iltimos qurolingni tushir. Meni chindan ham otib qo'ysang kerak deb o'ylagandim. Maqsadga o't. Dastlab xaritaning o'zingdagi parchasini ber. Keyin me'mor qayerdaligini aytasan. Me'morning kimligini hech kim bilmaydi-ku. Demak, uni qidirishim kerak. Kiring. Nozir afandi, hozir G'iyosiddin huzuringizga kirmoqchi. Mayli, kirsin. Assalomu alaykum, podsho hazratlari. Va alaykum assalom, qozi afandi. Tinchlikmi? Benden fazla saraya gelmektesin. Jiddiy masala bo'lmaganida bezovta qilmasdik. Bu safar nima gap? Yana Mustafomi? Sulton hazratlariga suiqasd uyushtirilishi mumkin degan shubhalarimiz bor. Shunaqami? Shubha deng. Dalil bormi? Bu qanday qarashga bog'liq. Qanday qarashga? Xo'sh, A'lo hazratlarining joniga
kim qasd qilayotgan ekan? Uni ham surishtiryapmiz, nozir janoblari. Juda soz. Kimligi noma'lum, harakati ayonsiz kimsa qanday qilib podshohimizning joniga qasd qilishi mumkin? Agar podshoh hazratlari bilan uchrasha olsangiz, vaziyatni o'ziga tushuntirasiz. Qo'zi afandi, A'lo hazratlarni istagan paytda ko'ra olmaysiz. Mendan avvalgi nozirlar sizni ancha taltaytirib yuborishibdi. Janob, Hali gapim tugamadi. Sultonimiz bilan shaxsiy munosabatingiz borligini bilaman. Unga ustozlik qilgansiz, ammo davlat boshqaruvining o'z tartiblari bor. Bugundan boshlab qanday masala bo'lmasin, avvalo menga xabar berasiz. Agar ma'qul topsam, A'lo hazratlariga aytishingiz mumkin. biz ba'zilarga o'xshab mol dunyoga, hoyu havasga, hashamat va mansabga o'ch emasmiz. Asad podsho, hurmatimizni ham, kimligimizni ham yaxshi bilamiz. Xudoga shukr, ehtirom ham ko'rsatamiz. Faqat munosib insonga, buni ham bilasiz. Xullas gap bunday. Ixtiyorida kuchli portlovchi modda bo'lgan jinoyatchi Istanbulni alg'ov-dalg'ov qilib yuribdi. Maqsadi A'lo hazratlariga zarar yetkazish. O'rningizda bo'lsam, sultonimizning atrofidagi qo'riqchilar sonini oshirardim. Hovliqmang, G'ozi afandi. Suv ko'rmay etik yechmang. Nozir janoblari, bugun Galatadagi kitob do'konida portlash yuz berdi. Jinoyatchi mana buni tashlab ketibdi. Menga ruxsat. Yovar! Eshitaman, janob. Shahar tashqarisidagi qarorgohdan ikkita rota Do'lma bog'cha saroyiga kelsin. Ichkariga qush ham uchib o'tmasin. Sulton hazratlariga xabar ber. Zudlik bilan uchrashishim kerak. Xo'p bo'ladi, afandim. Tezda jo'nayman, aravamni tayyorlashsin. Bosh ustiga. Olyapman. Ol. Dam. Og'alar, suratga olib bo'ldim. Kiyinishingiz mumkin. Avval sen qo'yib yuborashni. Bekor aytibsan, avval sen. Yo'q, sen. Bo'lmaganga. Yo'q, sen. Yo'q, sen. Qo'lingni tort. Jonga tegding, o'zing tort. Gapni ko'paytirma. Qo'yvor. Og'alar, muammo bo'lsa tashqarida hal qilsangiz degandim. Chiqsa qochib ketadi. Quyondek qochib senga o'xshab qolaymi, galvars? Nima deding? Hozir Og'alar, bitta taklif bor. Pera maydonida kurash tushsanglar bo'ladi. Kim zo'r ekanini xalq ko'rsin, ha? Barakalla yigitlar, qoyilman. Kuragingiz yerga tegmasin. Bora qolinglar. 2 soatdan beri surat olaman. Pul topish oson emas, oshna. Tinchlikmi, Filinta? Ko'hna xapshir. Qayerdan olding buni? Bozordagi do'kon portladi. O'sha yerdan chiqdi.
Men sezmabman. Beqiyur. Hafpishir. Portlashdan omon qolganlar bormi? Do'kon egasini nazarda tutayotgan bo'lsang, yo'q. Abdulloh, seni hech bunaqa ko'rmagandim. Hafpishir, 7 arslon. Qilichdagi 7 ta ramz ifodasi. Ko'ryapsanmi? Damashqlik usta yasagan yagona nusxa. Keyin ustaning qo'lini kesishgan ekan. Boshqa yasamasin deb. Bunday noyob qilich do'konda nima qilyapti? Istanbul sirlarga to'la, Mustafa. Bularni qo'riqlovchilar ham ko'p. Qozi afandi ham shunday deganda. Bu qilich muayyan bir oilaga mansub. Muhofiz oilasiga. Agar uni topgan bo'lsangiz, demak muhofiz o'lgan. Qanaqa muhofiz? Abdulloh, tushuntiribroq gapir. Vizantiya imperiyasi davrida maxfiy sirlarni saqlashga mas'ul 4 oila bo'lgan. Soqchi 1204-yilda o'lgan. Muhofiz esa bugun. Hozir hayoti xavf ostida qolgan yana 2 kishi bor. Kalitdor va me'mor. Xo'sh, do'kondan mana bunga o'xshash kalit topildimi? Bilmasam. Do'kon alg'ov-dalg'ov bo'lib yotganda. Topilmaydi ham. Kalitdor yo hozir o'ldi yoki ajal ostonasida. Mudir bening tobi qochdi. Mudir bey. Ya tavba. İmperator Justinian 532-yilda fizik Isidor va matematik Amfimiga Ayos Sofiyani qurishni buyurdi. İmperatorning asosiy maqsadi Istanbulning turli chekkalarini o'zaro bog'lovchi yer osti yo'llari qurish edi.
Shu tariqa shaharni zabt etishga uringan g'animlarni dog'da qoldirib, yengish mumkin edi. Ayo Safiya qurilayotgan bir paytda yana 20 ming qul maxfiy ravishda ushbu yer osti yo'llarini barpo etdi. Ko'pchiligi ish jarayonida halok bo'ldi. Me'mor Amfimiy maxfiy yer osti yo'llarining xaritasini Vatikanga sotmoqchi bo'lganida qo'lga olinib qatl etildi. Shunda imperator Yustinian xato qilganini tushundi. Chunki bu xarita sohibi Istanbulni bir kechada bosib olishi mumkin edi. Ya'ni o'zlari qazigan choqga tushgan ekanlarda. 1204-yilda mudhish voqea ro'y berdi. Dushman shaharni qamal qildi. Shunda sir saqlovchi oilalar xaritani 4 ga bo'lib olishga qaror qilishdi. Soqchining xarita parchasini qo'lga kiritgan g'anim chizmalardan foydalangan holda Istanbulni zabt etdi. Bu tunnellarning eshigi qayerda? Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, biri saroy yonidagi ibodatxonada emish. Istanbul yong'ini chog'ida o'sha ibodatxona vayron bo'lgan va ustiga To'pqopi saroyi qurilgan ekan. Vaziyat jiddiy. Qozi afandining huzuriga boramiz. Mayli. Qoyilman og'ayni. Yura qol. Galata. Go'zal qizim o'zimni. Xolajon. Dadangiz sizni xonasida kutyapti. Hozir. Nahotki oxirgi marta u yerga bolaligimda kirgandim. Faqat xonim. Bo'pti xolajon, shu yerda kutib turing. Kiring. Lara. Dadajon, hayron qoldim. Bu yerga sira chaqirmasdingiz. To'g'ri. Bu yerga ish yuzasidan ko'p odamlar kiradi. Siyosatchilar, bankirlar ko'zdan panaroq yurishni xohlashadi. Ishlari shunaqa. Mehmonlarni shu yerda qabul qilaman. Qo'rg'onning boshqa qismida esa sen bilan yashayman. Tushundim. Labbay, nima xizmat dadajon? Nega chaqirganimni bilasan-ku? Gap Anvar haqida ketayotgan bo'lsa, demak xuddi o'sha. Dadajon, uni sira ham yoqtirmayman. Lara. Aytishlaricha yigitni rosa uribsan. Senga yarashadimi shu? Hirt ho'kizda o'zi. Qizalog'im, bu dunyoga hech kim ustun bo'lmagan. Hayotdagi yagona gavharimsan, bilasanmi shuni? Onang bizni erta tashlab ketdi.
Shu bois qudratli oilaga kelin bo'lsang, hammamizga yaxshi. Ishbilarmon dorbozdek odam. Agar yiqilib tushsam, sendan xotirjam bo'lishim shart. Menga biror gap bo'lsa, Anvarning oilasi seni umrbod panohiga oladi. Ikki dunyoda ham tegmayman. Kechki ovqatga Anvarni taklif qilganman. Undan uzr so'raysan. Lara, iltimos, gapimga quloq sol. Chunki senga yomonlikni ravo ko'rmayman. Meni ranjitma. Ketishing mumkin. Lara, bu yerga chaqirishga boshqa majbur qilma. O'tiraveringlar. Tinchlikmi? Tinchlik emasdi, qozi afandi. Abdulloh afandi, do'kondan hech chiqmasdingiz-ku. Gapir Hasan, quloqim senda. Bugun tush paytida shoh ko'chalardan birida yana bomba portladi. Afsuski 7 kishi o'ldi. Yaradorlar ham ko'p. Voqeani o'rgangach, portlovchi modda bozordagi do'kondagiga juda mos kelishi aniqlandi. Taxminlarga ko'ra, jinoyatchi dastlab binoga kirgan, so'ngra guvoh qoldirmaslik uchun uni portlatib yuborgan. Doimgidek mana uni tashlab ketgan. Kalitdor ham ketdi. Navbat me'morga. Sultonning hayoti xavf ostida. Qotil yer osti yo'li orqali saroyga bemalol kira oladi. Shunaqami? Sizningcha xarita tugal bo'ldimi, Abdulloh afandi? O'zingiz nima deysiz, qozi afandi? Bu hikoyani faqat men bilmaymanmi? Yo'q, men ham bilmayman, og'a. Chindan ham shunday xarita bo'lsa, uni hamon izlayapti. Mustafa, Hasan, Abdulloh afandini do'konga olib boringlar. Anavi ikkisi ham yoningizda bo'lsa, oyog'im tagida o'ralashib yurishmasin. Ishni tonggacha o'sha yerda davom ettiring. Bugun mijja qoqmay chiqamiz. Ertalab vaqtli bu yerga qayting. Abdulloh afandi bilan jumboqni yechishda bizga yordam beradi. Xo'p bo'ladi. Bosh ustiga. Xavotirlanma Abdulloh, jumboqni o'zim yechaman. Bizga ishonsangiz bo'ladi, qozi afandi. Omon bo'ling. Qani ishga. Bu odam Jamil, ishonchli yigitmi o'zi? Sodiq, itim, barcha xizmatkorlarimdek, xavotirlanma. Qaysi shamol uchirdi? Istanbuldagi portlashlar haqida eshitgan bo'lsang kerak. Eshitdim. Jinoyatchi sultonimizning joniga qasd qilmoqchi. Mana buni tashlab ketibdi. Podshohning ayni paytda halok bo'lishi rejalarimni barbod etadi. Hozircha taxtida o'tirsin. Xo'sh, nima qilmoqchisan? 2 rot askarni saroyga jo'natdim. Yaxshi. Ehtiyot shart. Ertaga barvaqt sulton bilan ko'rishib, vaziyat o'nglangunicha saroyda qolishni maslahat beraman. To'pqopi saroyida o'tkaziladigan elchilar bilan uchrashuv bekor qilinadi. Yaxshi. Juda so'z. Men ham odamlarimni ishga solib ma'lumot to'playman. Biror narsa topolsam senga ham aytaman. Kelishdik.
Senga yana bir gapim bor. Felinta Mustafo, har gal uni o'ldirishga harakat qilganingda bizga bo'lgan shubha yanada ortadi. Podsho, bu mening shaxsiy ishim. Shaxsiy ishlaringga aralashmayman. Ayni paytda uni yo'q qilish katta xavf tug'dirishini aytayapman xolos. G'iyosidan taxmin qilganingdan ko'ra kuchli. Nojo'ya harakatlaring vaziyatni chigallashtirmoqda. Maslahatim shunday. Mustafo 1 yildan so'ng shundoq ham qatl etiladi. Sanoqli kunlari qoldi. Ungacha sultonning ishonchiga kirib, Mustafo masalasida yana gaplashaman. Sendan faqat sendan iltimosim shuki, hech narsa qilma. Biroz kutib tur. Mustafo o'z oyoqlari bilan dor ostiga borsin. Mayli. Sen aytgandek bo'la qolsin. Ammo Mustafo masalasida hafsalamni bir qilsang, faqat lavozimingni topshirish bilan qutulmaysan. Jamil, odamlaringni yig'. Aniqlachi, Istanbulni kim portlatayotgan ekan? Azizaga ham ayt, u ham qidirsin. Tirikmi, o'likmi farqi yo'q. Xo'p bo'ladi, janob Zahariyas. Boris efendi seni yaxshi boqyapti. Qaysi shamol uchirdi? Balki sen bilan shirin suhbat qurgani kelgandirman. Bo'lishi mumkin emasmi? Menga tishing o'tarmikin? Mayli, avval ishni bitiraylik. Boris efendi bir odamni topishingni buyurdi. Kim ekan o'sha odam? Bir tentak. Bugun shaharni alg'ov-dalg'ov qildi. Eshitdim. Podshohga suiqasd qilishi mumkinmish. Shu bois vaqtida topib, narigi dunyoga jo'natishimizni so'rayapti. Ko'rinishi qanday ekan? Ko'rinishini nima qilasan, a? Ilonga o'xshagan ayolsan. Xatarni darrov sezasan. Ilonning uyasiga kirgan odam omon chiqishni o'ylashi kerak. Tentak. Qanaqa galvarsan o'zi? Ha? Churq etmay turaverasanmi? Faqat odamlar bilan gaplashadi. Do'lmabog'cha saroyi. Nimalar deyapsan, Asad Podsho? Sultonim, afsuski xavf juda kuchli. Suiqasdchi sizga qasd qilishi mumkinligi aniq. Shu bois vaziyat izga tushguncha saroyda qolganingiz ma'qul.
Bittagina odam podshohni o'ldirmoqchi. Sizlar esa uni tutib zararsizlantirish o'rniga meni yashirib o'tiribsizlar. Sultonim, qozi G'iyosiddin ham fikrimga qo'shilyapti. Jilla qursa, bugun elchilarni qabul qilish uchun To'pqop saroyiga bormasangiz degandim. Bekor aytibsan. Bugun To'pqop saroyida elchilarni qabul qilaman. Hukmdor bo'la turib saroydan chiqmay qo'rqib o'tirsam, sha'nimga dog' tushmaydimi? Asad Posho, podshoh o'limdan qo'rqmaydi. Bugun To'pqopida xavfsizlikni ta'minlaysan va yonimda turasan. Yo tavba! Tushunmadim. Bu odam ko'chani qanday ko'radi? Hammasi juda oddiy. Men ham bemalol uddalayman. Ha, uddalaysan. Seni qara-yu, oldimga tush. U elektr tokini hosil qiladi. Aylantira ko'rmang, yomon bo'ladi. Nima haqda o'ylaysan? Qozi afandi nega seni qo'riqlashni buyurdi? Shuni o'ylayapman. Bunga meni ham aqlim yetmayapti. Qo'riqlash deysanmi? Oddiy suratkash bo'lsam, mana uni yasagan suratkashsan. Boshimni qotirma. to'g'ri. Kallam sal tuzukroq ishlaydi xolos. Qozi afandi dastlab shaharni alg'ov-dalg'ov qilayotgan odamni top degandi. Endi esa sen bilan suhbat qurish haqida buyruq berdi. Bu yerga voqea tafsilotlarini aniqlash uchun keldim. Lekin boyadan beri tuzukroq hech narsa demading. Seni aldash qiyin, Mustafa. Voy tavba! O'zimni hech ham to'xtata olmayapman. Voy dod! Yo'q. Bu nimasi? Hozir bo'ldi. Qanday qilib to'xtatsa? Ketdik bu yerdan. La'nati. Anvar bey, bugungi nomaqbul ishim uchun sizdan uzr so'rayman. Anvar bey, eshitaman. Nima dedingiz? Nima deganini eshitdingiz? Ha, Lara bilan hazillashmoqchi edim. Xo'p. Uzringni qabul qildim. Unutma, turmush qurgach, dadang boshlagan tarbiyani men davom ettiraman.
Qarindoshlik rishtalari sabab qudratli oilam janob Zaxariyaz uchun ham katta imkoniyatlar ochadi, to'g'rimi? Qorning to'qmi, qizim? O'zimni noxush his qilyapman. Ijozatingiz bilan. Ketishing mumkin. Qizlar juda ham qiziq bo'lishadi. Nima ham qila olardik? Boshga bitgan balo. Cho'zib o'tirishdan foyda yo'q. Oy oxirigacha Fotihani o'tkazsak, uyog'iga to'y. Tugadimi? Nima tugash kerak? Surbetliging. Yo'q, men shunchaki Shoshma. Gapimni bo'lma. Uyimda o'tiribsan. Qizim uzr so'radi. Sen esa pinagingni ham buzmading. Endi tarbiya masalasiga kelsak. Qizim itmiki tarbiyasidan nolisang. Meni noto'g'ri tushundingiz. Yana bir gap. Qudratli oilam janob Zaxariyaz uchun katta imkoniyatlar ochadi dedingmi? Oilangning haqiqiy kuchini ko'rsatishimni istaysanmi? Oilang mening qudratim oldida sichqonning tezagichalik ham kelmaydi. Hozir borib, yaloqxo'r otangga ayt. Seni surbetliging va tarbiyasizliging sabab Galata bandargohidan endi kamida 2 yil foydalana olmaydi. Tushundingmi? Salomimni unutmasliging uchun kichik eslatma. Jamil, mana bu marazni ko'chaga qayda. Mabodo Laraning atrofida o'ralashsa, barmoqlarini kes. Qizimning gapi to'g'ri ekan. G'irt ho'kiz-ku bu. Ana Otto Petrosyan yutdi. Janoblar, bugun juda omadim keldi. Mana qimorda ham yutdim. Xuddi shunday. Ha, siz esa biroz toliqqan ko'rinasiz. Uzoq yo'l bosib kelgandim, ammo Konstantinopolga har kelganimda charchog'im chiqib ketadi. Bu yerlikmasmisiz? Yo'q, Afinadan keldim. Mening 7 avlodim ham Istanbullik. Shahrimizning o'ziga xos siri bor. Boshqa joyda yashashni tasavvur ham qila olmayman. Afsuski, ertangi marosimdan so'ng yana Afinaga qaytishim kerak. Ertaga qaytasizmi? Istanbulda bir kungina qolish uchun shuncha yo'l bosish shartmidi? Go'rinurga to'lgur otam aytgandek qimorni vaqtida to'xtatish kerak. Tabiiyki uyga borib, rafiqam bilan xoli qolgach hammasini unutib yuboraman. Janoblar, Ming bor uzr. Andishasizlik qildim. Hozir sizga boy bergan odam Yunoniston vaziri emasmi mabodo? Tushunmadim. Hozirgina birga qimor o'ynadingiz-ku? Ha, uzr, u kishini yaxshi tanimayman. Ehtimol. Vazir janoblari ertaga qizini turmushga bermoqchi. Fursatdan foydalanib, u bilan ota-onamning Angliyadagi yerlarini qaytarib olish haqida gaplashmoqchi edim. Ha, ma'zur tutasiz. Ijozatingiz bilan o'zimni tanishtiray. Otto Pyotr, xizmatingizga tayyorman. Bag'oyat xursandman. Ismim Aziza. Sizni bu yerda hech ham ko'rmagan ekanman. Istanbulga kelganimga endi bir hafta bo'ldi. Istanbul-Bag'dod temir yo'li qurilishi bo'yicha xizmat safari bilan kelganman. Juda xayrli ish. Albatta, bu hali boshlanishi.
Sulton hazratlari taklifimizni qabul qiladi deb umid qilaman. Ming afsus. Tushunmadim. Nazarimda tikuvchingizni o'zgartirishingiz kerak. Chunki kamzulingizning chap yangi o'ngidan ancha uzun. Hech e'tibor bermaganmisiz? Hozir sezdim, ancha sezgir ekansiz. Bunaqa masalalarda juda ham e'tiborliman. Hech narsani nazardan qochirmayman. Tanishganimdan xursandman. Ijozat eting. Marhamat, xonim. Oldindan ogohlantirib qo'yganimiz ma'qul. Ba'zi bir joylarini o'zbekcha tarjimasini topolmaganimiz sababli o'rniga ruscha tarjimasini qo'yib bormoqdamiz. Простите. Ничего личного. Я не имею права оставлять в живых свидетелей. Вы оказались сегодня не в том месте и не в то время. Признаю, что играли вы великолепно. А вы сейчас в том месте, где должны быть? Ты так и не ложился? Прости. Я, наверное, разбудил тебя. О чем задумался? Государственные дела. Не обращай на меня внимания. Спи спокойно. Такие серьезные дела, что у тебя бессонница? Верно, жена. Если Аллаху угодно, все наладится. Отдыхай. Добрый вечер. Добрый вечер. Кто так поздно? Откройте, я судья Геситин. Не бойтесь, я не причиню вреда. Что случилось? Почему вы пришли в такое время? В Галате свет только в твоем окне. Видно, твое горе так велико, что ты уснуть не можешь. Господин судья,
Я потеряла мужа, а мои дети отца. У нас теперь нет кормильца, а хозяин дома приказал освободить комнату. Нам нечем платить. А если мы окажемся на улице? Почему вы не пришли к нам, если так тревожат беды? Видно, мы не завоевали ваше доверие. Это моя вина. Пожалуйста, примите это. Утром купите продукты и накормите детей. А хозяину скажите, чтобы после утреннего намаза пришел ко мне, к судье Гейсетину. Запомнили мое имя? Судья Гейсетин. Хорошо. Теперь со всеми вопросами приходите ко мне. Знаете, что у вас два помощника. Аллах и я. Я всегда буду рядом. Благослови вас Аллах. Благослови вас Аллах. Доброй ночи. Возможно, Возможно, архитектор мне не нужен. А вот здание патриархии... Да. Господин судья, пришел Селами. Хочет вас видеть. Пригласи. Вы звали меня, господин судья? Проходи, садись. Есть разговор. Ты собираешься отобрать комнату и выставить на улицу вдову с двумя сиротами? Но, господин судья... Разве тебе не известно, что Аллах защищает дома, где есть сироты? Но мы кормимся арендой. Сколько у тебя домов? Не вздумай лгать мне. 9. 9. Уважаемый Селами, ей нечем платить. Что же делать? Мы что-нибудь придумаем. Например? Снизим цену.
Селами, женщина живет в твоем доме. Брать за аренду – твое право. Я не против. Но мой тебе совет – не бери с женщины денег, пока она снова не встанет на ноги. Как же? Селами, голос нашей совести иногда должен звучать громче, чем голос права. Я не люблю бессовестных людей. Не серди меня. Прошу тебя. Что вы, господин судья? Не выброшу же я на улицу вдову с 2 сиротами. Вот это другое дело. У тебя достаточно выручки с 9 домов. Может, поможешь ей немного деньгами? И это возможно. Приятно, когда человек прислушивается к советам. Можешь идти. Азиза упустила его вчера. А сегодня он будто под землю провалился. Он сбежал от Азизы? Прыткий парень. Раз вы напали на его след, к утру он должен быть у меня. Войди. Господин Захариас, эту шкатулку оставили у парадного входа. Не видел, кто подбросил? Нет, господин. Поставь на стол. Приказ. Не смей вмешиваться в это дело. Цена твоей жизни – фартинг. Господин Захариас. Срочно оповести своих людей. Мы в это дело не вмешиваемся. Сколько раз тебе повторить? Быстро отмени все! Эсад Паша не убедил султана. Он отправится во дворец Топкапы на встречу с иностранными дипломатами. В соборе Стамбульской патриархии состоится венчание дочери греческого министра. В целях безопасности он просил у нас несколько нарядов полицейских. Какое совпадение. Надо быть сразу в 2 местах, во дворце и в соборе. Непонятно, как человек, который никогда не оставляет за собой улик, открыто заявляет о намерении убить султана. Он маньяк, шеф. Если строительство императорских тоннелей началось под собором Святой Софии, то там должен быть вход. Кто, кроме Абдуллы, может знать о Святой Софии больше всего? Мустафа, сходи в болгарскую церковь. Найди отца Григория. Передай от меня привет. Иди. Мустафа, будь осторожен. Ну, красавица, красавица.
Мустафа, Извините, я тороплюсь. Хорошего дня. Мустафа, я невольно ввела вас в заблуждение. Тот человек, которого вы видели вчера, не мой жених. И мой отец запретил мне с ним общаться. Не смею вас больше задерживать. Вы торопитесь. И зачем мы сюда пришли? Лара, вы сообщили мне замечательную новость. Если вы не против, я бы увидел вас снова. Буду рада. Я свяжусь с вами через Дади. Можно? Да. Хорошо. Хорошего дня. Одна беда позади, теперь жди другой. Пойдем. Пойдем. Не такой-то и умный Юстиниан. Я могу вам чем-то помочь? Я Отто Петров. Приехал из Болгарии. Добро пожаловать в Стамбул. Чем могу помочь? Я хотел увидеть наши сокровища, пока нахожусь в Стамбуле. Сокровища? Наши церкви. Разве есть у христианина что-то более дорогое? Вы правы. Безусловно. Это герб рода Юстиниана? Вы правы. Немногие знают. Я оказался прав. Спасибо. Мне нужен твой ключ, Поп. Прости, свидетели не нужны. Господин Григорий. Прошу вас. Господин Григорий. Добрый день. Добрый день. Следователь полиции Мустафа. Мне сказали, что вы знаете все о соборе Святой Софии. И кто же сказал? Абдулла. Уважаемый Абдулла, садитесь. Прошу вас. Так о чем вы хотели спросить?
Император Юстиниан одновременно строил Айя Софию и подземные туннели под Стамбулом. Да, так говорят. Значит, в соборе должен быть выход к тоннелям. В соборе нет выхода к туннелям. Как? Собор Святой Софии не имел стратегического значения. Говорят, что Юстиниан построил ворота в 4 пограничных пунктах Стамбула. Они тоже зашифрованы. И где эти ворота? Один вход в Пере, а второй в Старом дворце. Значит, один выход под дворцом Топкапы. Верно, а вторые ворота в соборе Патриархии. В соборе Патриархии? Да. В каком году его построили? В 1848 году. Построили на фундаменте церкви постройки 504 года. Господин Григорий, если под вашей церковью есть вход в тоннели, вы должны мне его указать. Это связано с безопасностью нашего падишаха. Вы должны поклясться, что сохраните эти знания в тайне. Клянусь Аллахом и священным Кораном, что сохраню все в тайне. То, что ваша церковь пустая, это нормально? В Патриархии сегодня венчают дочь министра Греции. Вся верхушка Афин приехала в Стамбул. Приглашены все священники нашего города. А вы? Я непрезентабельный. И я охраняю эту дверь. Вы должны знать, Мустафа, эти туннели — настоящий лабиринт. Без карты здесь легко заблудиться навсегда. Поэтому слушайте внимательно. 3 первых поворота. Идите налево, потом 2 раза направо. Далее будет развилка. Идите налево, и вы попадете под дворец Топкапы. Пойдете направо, попадете под собор Патриархии. Спасибо. Бог в помощь. Бог в помощь. Налево. Направо.
Налево дворец Топкапы. Направо патриархия. Здесь. Не пойму, почему тот, кто не оставляет никаких улик, объявил, что убьет падишаха. В патриархии сегодня венчают дочь министра Греции. Верхушка Афин в Стамбуле. Он запутывает меня. Он не собирается убивать падишаха. А если я ошибаюсь? Аллах, помоги мне. Вот и все, падишах. Перегородка тонкая. Не такая уж и тонкая. Свадебный фейерверк? Стоять! Ты кто? Обычно этот вопрос задают мне. Офицер полиции Мустафа. А ты кто? Несказанно рад. А я так. Неважно. Вот главное действующее лицо, друг мой. У него пока нет имени, но кажется, ты знаешь, на что он способен. Бросай роскошный пистолет. Мы оба выбрали эту дорогу. Если взорвемся, то вдвоем. Но достанется и тем, кто за стеной. У меня полная сумка такого добра. Не тяни с решением. Пострадают люди. У нас есть немного времени. Не дергайся. Зачем тебе патриархия? Пронесло. Мне? Да незачем. Но мои заказчики хотят войны на Балканах. Я так думаю.
Ситуация на Балканах напряженная. Ты же знаешь. Взрыв во время венчания дочери греческого министра – роскошный повод объявить войну. Дикие турки ведь ненавидят христиан, да? Пока, правда, выйдет наружу, болгары, греки и прочий сброд будут хозяйничать в бухтах Босфора. Роскошный пистолет. Браво, ты умен. Все кинулись спасать падишаха, а ты меня вычислил. Подонок. Ты же погубил тысячи людей. А ты когда-нибудь был на войне? Пощади. Позволь быть кратким. Думаешь, ты самый умный? Тебе не спастись, сынок. Всем лечь! Быстро! Все на пол! Простите, господа. Вставайте. Вы в порядке? Да. Как ты? Поздравляю. Извините. Значит, его наняли для массовых провокаций. Теперь надо искать заказчиков, пока дело не закрыто. Кто бы он ни был, сейчас он притихнет и начнет разрабатывать новый план. Мы его найдем. Кстати, как ты нашел вход в туннель? Я понял. Кое-что не обязательно рассказывать шефу. Верно. Я вернусь в ателье. Конечно. Увидимся, Мустафа. Отлично, Мустафа. Но это же не конец.
Не прикасайся ко мне. Не смей. Ты не меняешься, Реза. Ты все такой же трус. Мы только начинаем. Ты никогда не сможешь свалить меня. Иди ко мне. Не бойся. Я теперь навеки с тобой связан. Ты будешь думать обо мне каждую минуту. Будешь ощущать мое присутствие везде. Не успокоишься ни на одну секунду. Потому что ты трус. Пошел вон. Реза! Твое наказание в этом мире я. Не забывай.